Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Qo'limda bir matn bor. Bu matnni Anasxon domla yozibdilar. Men uni sizga o'qib beraman. Dedimki, yolg'izman. Dediki, men ularga yaqinman. Menga duo qilgan paytlarida duogo'ylarning duosini ijobat qilaman. Dedimki, sen menga yaqinsan, lekin men sendan uzoqman. Qaniydi men ham senga yaqin bo'la olsam. Dediki, Parvardigoringizni ichingizda yolvorib, qo'rqib, dildan ertayu kech yod qiling va g'ofil kimsalardan bo'lmang. Dedimki, ey Robbim, menga yordam ber. Dediki, Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizlarmi? Alloh mag'firatli, mehribondir. Dedimki, albatta meni af etishingni juda xohlayman. Dediki, Parvardigoringizdan mag'firat so'rangiz. So'ng unga tavba tazarru qilingiz. Albatta Parvardigorim mag'firat qiluvchi va do'st tutuvchidir. Dedimki, gunohlarim juda ko'p. Shuncha gunohim bilan nimayam qila olaman. Dediki, ular gunohkorlar Allohning o'zi bandalari tomonidan bo'lgan tavbani qabul etishini, sadaqalarni ham o'z dargohida qabul qilishini va haqiqiy tavbalarni qabul etuvchi va mehribon zot Allohning o'zi ekanini bilmadilar. Dedimki, ey Robbim, qayta tavba qilaverib, tavbamni buzaverib, yuzim ham qolmadi. Dediki, u bandalaridan tavba tazarru qabul qiladigan, yomonliklarni avf etadigan va qiladigan ishlaringizni biladigan zotdir. Dedimki, ey Robbim, gunohlarim ko'p. Qay biriga tavba qilay? Dediki, ey Muhammad, mening turli gunoh ma'siyatlar qilish bilan o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmangiz. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qiladi. Albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. Dedimki, ey Robbim, senga qaytsam yana qabul qilasam? Dediki, har qanday gunohni yolg'iz Allohgina mag'firat qil. Dedimki, ey Robbim, naqadar oliy janob, go'zalsan. Bu so'zlarni eshitib ichimga sig'mayapman. Allohim, seni yaxshi ko'raman. Dediki, albatta Alloh tavba qiluvchilarni va o'zlarini mudom pok tutuvchilarni sevadi. Dedimki, ey Robbim, mening sendan boshqa kimim bor? Dediki, Alloh o'z bandasiga yetarli emasmi?
Dedimki, ey Robbim, meni shunchalik yaxshi ko'rasanmi? Dediki, ey mo'minlar, Allohni ko'p zikr qilinglar va ertayu kech u zotni poklab tasbih aytinglar. U sizlarni kufr zulmatidan iymon nuriga chiqarish uchun sizlarga marhamat ko'rsatadigan zotdir. Uning farishtalari ham haqlaringizga duo qilurlar. U mo'minlarga mehribon bo'lgan zotdir. E'tiboringiz uchun rahmat.